lekin Yevropadagi mushundaq bir yerda mushundaq bir sorunning hozirda muhimman aslında emas, haqiqatan jiq g'ayrat qilibsan. Yangi ko'rib keldik. Haqiqatan o'sha Yevropadagi ularninki elchixonasini ushlashga yakinandi. Haqiqatan desam, sizlarning bu xizmatlaringlardan, tirishchiliginglardan, bu bedellaringlardan Allah razı olsun. İlham To'xti muallim haqida bu bizning Enver Nayet yaxshi söyledi. İlham To'xti muallimning men maqolalarini tarjima qilgan men emas asli bir maqolani Enver tarjima qilgan edi. Lekin o çağda Enver Yoşur'un xizmat qilishini tanlagan bo'lg'achqa bu maqola mening nomimni chiqib ketib qolgan. Shu maqolaning to'kisi Enverga bog'liq. Shunga bundan keyin shuni bilish umid qilaman men qilayotgan ishning hammasi mening ishim emas amaliyotda. Buning ichida nurg'un bolalar bor. O bolalar ismini deyishni xohlamaganlik uchunlar mening to'pam bu bezlik qilyotdi. Bu amalsizlikdan bo'lgan narsa, lekin men qilgan ishning hammasi mening ishim emas. Bu bir turkum odam bor, shu odamlarning qilayotgan ishi oxirida töhbə bizdəki o'rtaga chiqib olgan odamning bo'lib qoldi ekan, lekin buning oxirida nurg'un untinsiz töhbə qo'shayotgan bolalar bor. Shuni deb qo'yishni xohlayman. İlham To'xti mening temam İlham To'xti ideyasining shakllanishi degan tema. Buningda oldindan İlham To'xtining ideyasiga İlham To'xti ideyasi nima degan to'g'risida to'xtalsak, İlham To'xti ideyasi Xitoy qonuni yo'l qo'ygan doirada xalqaro qonunlar qabul qilgan chek ichida insoniy qimmat qarashlar qo'llagan bir shaklda Uyg'urlarning haq huquqini qo'lga keltirish. Yani 3 nokta var. Birisi Xitoy qonuni, ikkinchisi xalqaro qonun, uchinchisi dunyoviy qimmat qarash. Bu shu 3 nokta qo'llagan doirada da'vo qilish masalasi. Bugungi dunyoda bu 3 nokta, yani biz bir da'vogar desak o'zimizni, da'vogarninki asoslangan bir narsa bo'lishi kerak. Masalan, Uyg'urlar zulmga uchrayotdi. Bu paket. Biz buni sudga bordik. Sudga borgancha sudchi deydi, nimaga asosan sen zulm qilyotdi? Xalqaro qonunga asosan. Xalqaro qonunda mundaq betilgan. Xitoy buni qilmayotdi. Xitoy qonuniga asosan. Xitoy qonunida mundaq betilgan. Şunu qilmayotdi. Sen bir insan, bu insoniy qimmat qarash, yani bu bütün insonga o'rtaq narsa, buni xiloflik qilyotdi. Degan chog'da bu da'voninki qarshi tarafga so'rilish ehtimoli bo'ldi. Bu yerda biz bu gapni degan chog'da nima bo'ldi, nimaga asosan xato degani deb beramasak, bu da'voda biz bu da'vogar bo'lolmaymiz. Yani mesela. Şuna bir şeyde böyle İlham To'xtining tanlagan bu yo'li bir ideyasi muşu. İlham To'xti herkesini bir ideolog emas, yani bir ideologiyani o'tirib qo'yguchi emas. Yoki ma'lum bir qarash sistemasi bo'lgan bir sistemni o'tirib qo'ygan emas. Faqat Uyg'ur masalasini hal qilishninki bir chorasini o'tirib qo'ygan kishi. Bu chora xalqaro qonun, dunyoviy qimmat qarash va Xitoy qonuni bo'yicha Uyg'ur masalasini hal qilish tashabbusi. Endi İlham To'xti ideyasining shakllanishi mening qarashimda 3 nuqtadan deb xulosalab chiqdim men. Birincisi İlham To'xtining kasbi. İlham To'xti Markaziy Millatlar Universitetidagi Jumaxun Niyoz degan odamning o'quvchisi. Jumaxun Niyoz degan kishi Xitoydagi Osonliq Millatlar iqtisod tadqiqot o'rnininki xodimi, hem Millatlar Universitetidagi 2 professorning birisi. Birisi Hamid Tömür, ikkinchisi Jumaxun Niyoz. Hamid Tömürning o'quvchilaridan sirtda Uyg'urlarning erkinlik uchun kurash qilayotganlardan Dolqun Qambari bor. Shu bevosita Hamid Tömürning o'quvchisi. Ondan ikkinchisi Erkin Tarim bor. U Hamid Tömürning o'quvchisi. Ondan Qahar Barat bor. O Hamid Tömürning o'quvchisi. Hamid Tömürning qo'lda o'qigan bunday o'quvchilar bor. Endi bu Jumaxun Niyozning qo'lda o'qigan o'quvchilardan bir 3 o'quvchi bor. Shuning birisi İlham To'xti. Endi buni deyishning sababi Uyg'urlarning bir avlod ziyolilari shunday kuch-ulash kaltekini bir-biriga yetkazgan. Yani Hamid Tömür ko'targan kaltekning oxirini vatan ichi va sirtida ham Jumaxun Niyoz ko'targan bu o'rlik mashinani keyin bizning bu deyman
İlham To'xtamovning ko'tarilgan. Bu yerda Uyg'urlarning bu ko'rishi, bu ma'lum shaxsninki o'tirib chiqqan ko'rish emas. Bu shu bir avlod kishilarninki badili bilan o'tirib chiqqan, shuni faqat kishiylar shu mashalani ko'tarib oldi qarab mangan. Buning faqat soni bilan farq bo'ldi. Ba'zi chog'da soni oz bo'lgan, ba'zi chog'da ko'p bo'lgan. İlham To'xtamovning bu iqtisod o'qiganligi masalani boshqalarga qaraganda farqli o'ylashni keltirib chiqargan deb qarayman. Chunki bir qo'yga, bir so'mga, bir so'mga necha pul keldi, necha narsa kelganligini ideya bilan yoki tushuncha bilan yoki hissiyat bilan o'lchilib bo'lmaydi. $1 shu shunchalik narsa keldi. $1 shunchalik narsa. $1 qanchalik ishlash tepiladi, $1 necha nima keldi. Bu bunun hissiyat aralashmaydi, g'oya aralashmaydi. Bunun boshqa narsasi ta'sir ko'rsatmaydi. Bir so'm. $1. Dünyanın hamma yerda uning bir qimmati bor. Ya'ni pulning hammasining qimmatini dollar bilan o'lchaymiz. Shuning nima keldiganligi aniq. Endi iqtisodni tadqiq qiladigan bir odamningki masalalarni qanday ko'rsatadiganligi boshqa sohalar tadqiqotchilariga qaraganda o'xshamaydi. Ya'ni amaliy bo'ladi. Masalani g'oya yoki ko'zimiz yetmas bir nishon nuqtasidan emas, ko'z oldimizda zodi nima keladi nuqtasidan. Albatta. İlham To'xtamovning birinchi iqtisodshunos bo'lgani masalalarni obyektiv, konkret tahlil qilishiga sabab bo'lgan. İlham To'xtamovning 92-yil biz borgan chog'imizda biz Beijingga bir o'chaqda bizning bir shoir yozuvchi bo'lganimiz bor edi. Shuni to'xtamay adabiyot kursiklarini ochib yerda ancha-muncha yoshirin Mamtun Bug'raning shaxsiy tarixini o'qib degandek yashagan endi. Shundan ma'lum nima degan desa, qo'yinglar bu ishlarni. Qo'yinglar, qilmanglar bu ishlarni. Nima qilamiz? Iqtisod o'qinglar, qonun o'qinglar, siyosat o'qinglar. Bizning masalamizni mush 3 soat hal qiladi. Nima qilsa deb o'qib? Nima deydigandi? Chunki u chaqda bizning biz yashagan jo'grafiyada Sharqiy Turkistonda nima yo'q. Iqtisod Xitoyning iqtisodiy texi u yer kelmagan. Biz Xitoy amaliyoti nima kirdim degan bilan, bozor egiligini olib qo'ydim degan bilan bizning vatan u chaqda rasmiy sotsializmda. Masalan, o'qsoq ishqorlashtirib qo'ydi. Shaxsiy shirkat degan narsaning tayini yo'qdi. Hamma hukumat ta'minlaydi. Unda bo'lgandan keyin bizning qo'limizda iqtisod degan olmi yo'q. Shu chaqda asli Ilham To'xtamovning degan to'g'ri ekan-da. Shu chaqda bizning maktabda 2 xil kurs ochilgan. Birsi turk tili kursi, birsi arab tili kursi. Adam lipmiliq 2 xil kursda. Yana bir ingliz tili kursi ochdi bir bola. Chet el fakulteti ekan. Uning adam kelmagan. Ilham bolam baho olib ketgandi. Nima qilsa arab tili turkchigini, ingliz o'rganmamsa dunyo nerede sen nerede? Dunyo nima bilan mengatadi? Dollar bilan sen nerede desa, bu ochiq deydi bu odam. Pul amroq bo'lgandan keyin bizning shtat deydi. Deb rasashda o'ylagan men. Bu ochiq odam shu pullar topsam deydi. Shu bizning shu adabiyotdan, tarixdan, mana turkdan jiroqlashtirib bizni bu odam bunday qilmoqchi. Degan qarashda bo'lganligim rost men. Men yaxshi ko'rmagan, ya'ni bu odam pul amroq bo'lgandan keyin, tijoratchi bo'lgandan keyin bu shunday o'ylaydi ekan. Biz unda emas degan nazarda. Keyin bu 93-yillari İlham To'xtamovning bu nimani maqolalarini butunlay xitoycha yozib, nima qilishga boshladi. Tonlashga boshladi. Masalan, Xitoyninki bu Wong Huipao deb bir nimasi bor. Bu Shanganda chiqadigan. Uni maqolalarni qildi xitoycha. Undan keyin xitoycha jurnallarda Ilham To'xtamovning maqolalari chiqishga boshladi. Hamda uning bilan u chaqda xitoy tilida maqola yozib, Xitoyninki olqishga chiqadigan bek ozdi. Azroq qoyillashga boshladik. Uyg'urlarning xitoycha maqola yozib, Xitoyninki qoyilligini qo'lga keltirgan bo'ldiki deb azroq diqqat qilib o'qishga boshladik. Lekin yana ko'nglimizda qoyillik yo'qda, bu odam davrida. Biz degan shu Mamtun Bug'raning yo'lida menib biz masalani bunday hal qilmaymiz. Yani bu Xitoyni aman yo'qitib, biz qo'g'lab chiqarib nima qilgan odamlarmiz. Bu masala. Lekin bu qanday qilib qo'ymaymiz-da? Lekin ashta qilamiz. Lekin qanday qilib qo'ymaymiz? Ham qanday qilishni bilmaymiz amaliyotda. Lekin shu dashni qilganligimiz aniq hamdi. G'oya shunda cho'ngda. Oraliqda Ilham To'xtayev o'zining kasb nuqtasidan chiqib bizga leksiya berdi. Uyg'urlardagi ishsizlik masalasida. Shu chaqda Ilham To'xtayev Uyg'urlarning oposi 92-yillar 8 million bo'lishi kerak, 93-yillari. Xalqaro o'lcham bo'yicha qaragan chaqda Uyg'urlarningki 20 dan ko'proq ishsiz degan Ilham To'xtayev. Chunki xalqarada ishsizlikning o'lchami mush o'lcham bo'yicha bo'lgan chaqda ularning ko'pincha ishsiz.
İşsiz adamlarınki mundaq meseleler boludu. Cinayet yığır boludu, bu boludu, çekimlik yığır boludu dep bizning ayni vaqtda vujud taqilgan, bizning vatanimiz taqilib ketgan amiyada çekimlik meselesi, zahirlik çekimlik meselesi. Zahirlik çekimlik meselesini tunji qatim e'lon ma'lum iqtisod nuqtasidan ta'liq qilgan. Nima uchun Uyg'urlar zahirlik çekimlik bilib keldi? Sababi ishsiz. Ishsiz bo'lgandan keyin umidsiz. Umidsiz bo'lgandan keyin o'zini reallikdan qochirdi. Reallikdan qochirib ko'z oldidagi rayimsiz reallik, rayimsiz turmush, rayimsiz raqobatga taqobil turish uchun chekimlik chekish orqali o'zini unutdi undan degan qarashni o'tirib o'chadi o'ylab bu otish qadam bo'lgan kumushda deydi bu ish buni iqtisod nuqtasini ta'liq qilmay nima nuqtasini ta'liq qilsin deb bunday o'ylabmiz uni bu qoida bo'lmagancha undan keyin bu nima kelgan chog'da 97-yilga kelgan chog'da bizda g'ulja qirg'inchiligi bo'ldi. Shu chog'da bu bizning Uyg'ur masalasi hamda eng cho'ng nimaga kelgan bo'ldi ya'ni munozir qilingan bir masala bo'ldi. Chunki g'ulja qirg'inchiligi dunyo matbuotida jiq o'rin oldi bu hamda. Bu oxir pasanglar bo'ldi. Uyg'urlar haqida mush xalqaro eng tunji qatim eng keng ko'lam chiqqan xabar g'ulja vaqasi amaliyotda. Shu chog'da Ilan To'xtamolim maydon o'tirib chiqib bu masalani qarashni o'tirib qo'ygan. 97-yil. Shuna bilan tunji qatim bu ma'lumniki bu g'ayratiga qatan qoyil bo'ldi. Ya'ni degan gapi otishiqning qissashunoslikning gaplaskim bu. Bir millatning gapi ekan. Yani men 97-yilda tonidim. Bu odam haqiqiy zodi mush ishning hal qilish tarafdori ekan degan narsa. Shu mening birinchi qarashim iqtisod deganim Ilam To'xtaning iqtisodshunos bo'lishi Uyg'ur jamiyatini xiyol, ma'lum ideologiya nuqtasidan emas, amaliy tekshirish, tadqiq qilish va iqtisodiy munosabatlar nuqtasidan ta'liq qilishi bu Ilam To'xtaninki bugungi bu qarashga kelishiga sabab bo'lgan bir omil bo'lishi mumkin deb qarayman. Ikkinchisi, Beyjingda ayni vaqtda shunday bir ideologiya muhiti shakllangan, bir idea muhiti shakllangan. Yani Beyjingda Abdurrahim Polat ismli bir muallim batdı. Abdurrahim Polat şu Uyg'ur adabiyotidagi hali ko'z ko'rgan bir shaxs, ham Uyg'ur ilm sohasida itiraf qilingan bir ziyoli yani. Abdurrahim Polatniki shu chaqda Merkezi Millatlar Universitetida so'zlagan leksiyalar batdı. Leksiyalarda Abdurrahim Polat bundaq bir narsani tashabbus qiladi. Yani Uyg'urlar avtonomiya huquqi berilgan bir millat. Bu birisi. İkincisi bu avtonomiya huquqi hargizmi Xitoy Kompartiyasi bizga buni sadiq qilib bergan emas. Biz urush qilib olgan. Bu bizning haqqimiz. Bu bizning ota-bobomizning bizga qoldirgan omonati deb mandaq tahlil qildi. Shu Abdurrahim Polatning bir parcha maqolasi bor. Avtonom rayon, Uyg'ur avtonom rayoni va Shinjang deydi. Bu yerda degan gap nima desa, bu avtonomiya hargizmi Ma'u Juanglarga yoki Mo'ng'ullarga berilgandek hadiya qilingan emas. Bizning 30 ming armiyamiz Manas daryo bo'yida kurash qilib, shu qo'shin bo'g'achqa shuning badaliga biz olgan buni kurash qilib olgan. Shu buni qo'g'dash bizning majburiyatimiz. Shu avtonomiya bizga berilgan, buni cho'qim olamiz. Bu avtonomiya huquq amalga oshmadi, buni amalga oshiramiz degan bir qarashni o'tirib qo'ygan. Va bu qarashni ashadagi biz tashkillagan bir jamiyat bor. Uyg'ur anjumani deymiz. İngiliz Uyg'ur Forum degan ma'noda keldi. Anjuman degan bir yig'in so'rini, muhokim so'rini degan gap. Buni O'rta Osiyodagi Uyg'urlar ishlab. Shu Uyg'ur anjumani deb bir tashkilot qo'yganmiz 93-yili. Shu tashkilotda biz hep 2 haftada bir qaytim nima qildik? Leksiya uyushtirdik. Shu leksiyada Abdurrahim Polat tashabbus qilgan. Tashabbus qildi. Undan keyin bu qarashni Abdurrahim Polat izchil ching to'di bu qarashda. Izchil maqola yozdi. Ondan Abdurrahim Polat bu vaqtda 3 parcha eng muhim maqolasini yozdi. Birisi qonun ma'rifati Uyg'ur mavjudligining ulteshi degan bir maqolasi bor. Qonun ma'rifati degan qonundan savodli bo'lish degan gap. Qonunlarni bilish degan gap. Qonunlarni anqirish degan gap. Bu Uyg'ur mavjudligining ulteshi degan bir maqola. Bu maqola bek muhim maqola. Ya'ni bu maqola Uyg'urlarningki da'vo qilishda cho'qim qonunga tayinish kerakligini o'tirib qo'ygan, qonunni bilish o'tirib qo'ygan va qonun orqali o'zni qo'llash o'tirib qo'ygan.
Ondan ikinci parça makalesi Afgan Uyghur yoki bizdagi afganliklar. Bu makale keyin kitap bo'lib nashr qilindi Dunyo Uyghur qurultayininki nashriyat tarafidan. Bu kitapni keng tarqaldi. Bu kitapdagi ideyami Uyg'urlardagi asosli masala o'zining haq huquqlarini bilmaslik, haq huquqlariga ega bo'lmaslik, haq huquqlari uchun jinni pido qilmaslik. Mushtasini. Bu menimcha Ilhom To'xtiga ta'sir ko'rsatgan va Ilhom To'xti buni o'zining tadqiqotiga va ideyasiga qo'shgan, xuruj qilgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi omil nima desa, uchinchi omil Xitoy demokratlarininki harakati. Xitoyda 89-yildagi harakat amaliyotda Xitoy ideologiyasidagi bir davr bo'lg'uch bir harakat. 89-yildagi bu harakat garchi talafotga uchragan bo'lsa-mu, bu davrda yetilgan bir yurish Xitoy ziyolilari bor. Demokratiya, erkinlik, kishilik huquqqa hurmat qiladigan bir turkum ziyolilar bor. Buning ichida ayni vaqtdagi Beijing Pedagogik universitetining o'qituvchisi Liu Xiaobo degani bu shu Xitoy ziyolilari, Xitoy demokratlari ichidagi mashhurlarning birisi. Ilhom To'xti muallimning bu Liu Xiaobo bilan munosabati nihoyat yaxshi bo'lgan. Buning ayoli Liu Xia bilan tushgan rasmlarimi bor, nihoyat munosabat yaxshi bo'lgan. Ikkinchisi Xitoy demokratlari ichida Wang Leishong deb birisi bor. Bu Wang Leishong degani nihoyat cho'ng ziyoli, ham biz to'g'risida kitobni yozgan. Sening Sharqiy Turkistoning, mening G'arbiy diyorim deb. Bu kitobning Uyg'urchasi bor. Men bu kitobning Uyg'urchasini saqlab qo'yib ekanman. Soqchilar men tutgan chog'da nimani mush chiqib qilib kompyuterimdan meni 20 yildek avar qildim shu kitob. Nadim topding, nadim tushiding degandek. Shu bak nim qildimdi. Bu kitobda asosan shu Uyg'urlarningki kimlik, vatan, davlat qarshi haqida bir nima qilingan paketlar o'tirib qo'yilgan va ba'zi tafsilotlar yoritilgan bir kitob endi. Bu Wang Leishong bilanmi bizningki Ilhom To'xti muallimning munosabati nihoyat yaxshi bo'lgan, ko'p munozaralar bo'lgan, ko'p do'stliklar shakllangan. Uchinchi birisi Xo'ja. Xo'ja Xitoy demokratlari ichidan donliqlarning birisi, bu Sakharov mukofotiga erishgan. Ilhom muallim erisholmay kelyapti. Bu qatdan erishishni umid qilamiz. Sakharov mukofotining sohibi. Bu Xo'ja Beijingda. Bu Xo'janing muhim bir gapi bor. Yaqinda shu uning bir 3-4 ay bo'ldi o'g'ay. Ya'ni Ilhom To'xtiga to'xtalib, Ilhom To'xtini Xitoy hukumati qamab qo'yish orqali Sharqiy Turkistonga bir prezident hozirladi degan bir narsani o'tirib qo'ydi. Xalqlar Ilhom To'xtining televiziya bilan Xitoylarni da'vat etdi uni. Xitoylar buni Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonga prezident deb qarab o'tirdi, demokratlar. Ajoyib ishlarni ba'zi joylarda bo'ldi. Bu qarashni bu o'tirib qo'ydi. Bu nima e'lon qilindi? Bu yerda endi Ilhom To'xti o'zining Beijingdagi bu Xitoy demokratlari bilan aralashish fursatining bo'lish ehtimolidan foydalanib, ular bilan aloqa qilish orqali, ya'ni bu Xitoy demokratlar orqali Uyg'ur masalasini qanday hal qilish haqida yaxshi munozaralar qilgan. Bu yerda Ilhom To'xtining shu 2008-yili, bu yil 10 yil o'tdi uningga Xitoy demokratlar bir nima e'lon qilgan. 2008 asosiy qonuni deb bir qonun e'lon qilgan. Bu asosiy qonunga imzo qo'ygan ziyolilar ichida Ilhom To'xti bor, Uyg'ur ziyolilari ichida. Ilhom To'xti buning imzo qo'ygan. Ya'ni bu demokratik Xitoylar bilan bu yerda nihoyat yaxshi aloqa saqlagan va ular bilan hamkorlashib Uyg'ur masalasini shularning tili, shularning maydoni, shularningki so'rovlar orqali Xitoylarning oldiga sungan. Üçüncü bir amil ko'z oldimizga keltirgan chog'imizda hatto Ilhom To'xtining abiyam bizning Anvarmi o'tirib qo'ydi buni. Xitoy demokratlarining haqiqiy qo'llashiga madadiga erishgan. Masalan, Xo'ja degan Xitoy demokrati shu vaqtcha agar men xatolashmasam, Ilhom To'xtining Beijingdagi 2 bolasi va ayoliga ega o'tdi. Iqtisodiy jihatdan. Undan boshqa Ilhom To'xti ma'lum tutilgandan keyin Xitoylar nimada harakatga o'tdi. Masalan, 2009-yili Ilhom To'xti ma'lum nima sababdan tutildi? Bizdagi 5-yil qirg'inchilik sababidan.
Tutulgan çağda Xitayda 400'den artıq Xitay ziyalisi, Xitay içideki ziyali imza koydu. İlam toxtunu koyuversin de. Bu imza koyganlar içinde Uygur ziyalilerden benim bilişimçi Ferhat Tursun var. Andım men var. 5 miki adam var şu çağda. Bek olsan da adam imza koygan. Çünkü vatan içinde boğa çıkar. Vatan sırrı demez de. Vatan içinde boğa çıkar. İmza koygandan bek az boğan. Şu çağda şu imza koyganların içinde mening aniq esimni qilish Ferhat Tursun var. Ondan ma tibbiy universiteti bir doktor adam var. İntayin az adam imza koygan. Şunun içinde 400 Xitoyninki imza qo'yishiga sazovor bo'lgan. Bu yerda masala deganim nima desa, İlham To'xtay shu Xo'ja qatorliq Xitoy demokratlariningki tayyorlagan so'rinlar orqali, ular tayyorlagan maydonlar orqali Uyg'ur masalasini Xitoylarga tushundirmagan bo'lsa, Xitoylarning bu qadar e'tirof qilishiga erishilishini ataydi. Menimcha shu İlham To'xtayning iddisiga ta'sir ko'rsatgan va shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan 3 omil bor deb qarayman. Ondan yana birisi insonningki bir qalbidagi go'zallik munoyat muhim rol o'ynaydi. İlham To'xtay ma'lum Beyjingda kichigimizda biz bachaqlar endi o'sha nima masalasi bordi. Uyg'ur bolalarninki ishkirda o'g'irlik qilinish masalasi bordi. İlham To'xtay ma'lum mushtaga yordam qilgan. Ya'ni mush bolalarni vatanga qaytarib o'tish yoki vatandagi ota-onasini qo'lga topshirib berish jihatda nihoyatda kuch chiqargan. Ondan başqa Beyjingdagi o'quvchilarninki chet elga chiqishi, chet ellarda o'qishi texnik yuqorilab bilim ilishida İlham To'xtayning roli nihoyat cho'ng bo'lgan. Ayni vaqtda masalan mening mush ingliz tili o'rganishim bor, İlham To'xtayning roli nihoyat cho'ng bo'lgan albatta. Ya'ni ingliz tili o'rgangan chog'imizda men tunji qatim bilan ma'lum Pokiston elchixonasiga bir viza olgan odam bor ekandik. Abdullah siz ingliz tilini berib başdan qilib bering dedi. Ma'lum men u sizni tarjimonlik qilmayman desam, nimaga o'zingda bo'lsa deb prigoz gap qo'yganda barsam borayam dedi. Deb berib shu Pokiston elchixonasi gapni yaxshi ushtiramay, texnik yaxshi o'rgangandim. Shu fursatni berib shu zo'rlashni qilmagan bo'lsa, shu uydan pul kelganligini xotirjam o'qib, at uyinib o'tib tikullardi. Shu chog'da shu turtkini bo'lgan, ya'ni ingliz tilini yaxshi o'rganish to'g'risida shu bir amaliy bir harakatni qilgan. Nurg'un bolalarninki chet elda o'qishiga turtki bo'lgan. Ondan bizning shu Uyg'urlarninki Beyjingdagi savdo tijorat ishlardimi nihoyatda cho'ng yordamlarni qilgan. Ya'ni tijoratchilarninki Beyjingda Xitoylar bilan o'xshash huquqqa erishmayotganligini xalqaro matbuotlarga deyish orqali ularning manfaatini qo'g'digan. Bir oddiy misol deb bersam, 2009 yil men Amerikaga berib bo'lgan chog'imda bizningki mahallada bundaq bir ish bo'ldi. Dadam bir mahalladan yer setib olib, bu yerga uy solgan biz. Uy solsak, u uy sep bo'lgan uyni bu Xitoy hukumatı bu yerga bir taraqqiyot rayoni qilamiz deb uni chiqartmoqchi bo'ldi. Chiqartmoqchi bo'lib, biz uyda o'tiramadik. Bakalik bir muncha pul ketdi, o'tiramadik. Uni chiqartmoqchi. Chiqartib bizga ayni vaqtda necha pul setib olgan bo'lsak, shu pulni berdi-da. Biz uni uy solgan tursak, boq qilgan tursak, uni pulni bermaydi ekan. Dadam men buni anglab, ondan darhol İlham To'xtay ma'lumning turbetiga Xitoycha buni yozdim. Qashqarda Uyg'ur dehqonlarininki Uyg'urlarning uyi majburiy chaqilmoqda deb yozdim. Yozgandan keyin buni Xitoy bo'laklarni jiq taqatdi, bek kangir taqaldi bu. Taqalgandan keyin buni İlham To'xtay ma'lum ko'rib, buni shu Beyjingdagi bir muxbirga yetkazib beribdi. Yetkazib bergandan keyin u muxbir bizning nayininki Qashqar Koncha nayisi G'o'jiladagi o cho'ng rayonga tekshiruvga beribdi. Borgandan keyin rost degandek osh chiqilish to'xtagan. Bu İlham To'xtayning qilgan amaliy Uyg'urlar qilib bergan ishi amaliyotda. Undan boshqa İlham To'xtay ma'lum shu Urumchi qirg'inchiligi bo'lgandan keyin 7-5-kunisi Uyg'urlar taksiga o'tirmaydigan bir ish chiqib qoldi. Ya'ni taksining ko'pincha Xitoy Urumchida. Unda bo'lgandan keyin Uyg'urlarni Xitoy taksiga olmaydi. Olmagandan keyin o'chada bek cho'ng ziddiyat hamdi. Shuning bilan İlham To'xtay hukumatga bir taklif sunadi. Uyg'urlarni Uyg'ur taksi shoferlarininki taksini ko'paytirish to'g'risida bir doklad yozadi. Bu dokladdan keyin haqiqatan Xitoy hukumati Urumchida, chunki mana bu taksining nimasi fuqamsi bo'lmaydi bu narsaninki. Har bir shaharda taksi shirkati bor. O shirkat Xitoyning qo'lida. Xitoy hukumatining qo'lida. Siz xohlagan taksi haydayolmaysiz. Shu shirkatga tizim o'tishingiz kerak. Bir tizim o'tishaqilib necha bak qimmat. Qashqarda men 2012 yil qarasam 400 mingga chiqibdi ekan. Bir taksining rasmiy edi. Shu qadar qimmatda.
Bunda bo'lgandan keyin e'lon to'xtaydigan qilgan narsa nimasi? Uyg'urlarga maxsus taksining sonini ko'paytirib berish. Shu taksi shirkatiga Uyg'ur olasan, Uyg'urning rasmini qilib bersan degan bir taklifni sungan. Rost degan taklif amalashgan. 2009dan keyinmi? 2009dan keyin taklif amalashib, Xitoy Urumchida Uyg'ur taksini ko'paytgan. E'lon to'xtning bunda qilgan ishlari insonparvarlik nuqtasidan bizning Uyg'urlarning siyosiy va iqtisodiy huquq manfaatidan qilgan ishlari yomonji. Men buningga shohid bo'lgan, bilgan. Ondan e'lon to'xti nihoyatda abiyam degan bir jasoratli bir inson. Ba'zilar ziyoli deyilsak, cho'qim menda kuzanigini taqab kitob yozgan odam deb o'ylaydi. E'lon to'xti jasoratli tijoratchi va lushak odam. Men bir qatam mashinasida bordim. Mashinasida nimadan kelayotgan 2009-yili shu nima vaqti. 2009 yil 5-oyda men Beijingga bir yig'inga borgan. Shu yerdan bir yerda o'tirib paranglashdik. Keyin kelishimizda mashinada ketib olsak, keyin shuga odam baylab to'xtadiki. U so'qib o'ldirmoqchi e'lon to'xtadi amaliyotda. Keyin agishib olibdi. Agishib olgandan keyin qarsam gap qilayotgan odam gapni toza nima qilamidi? Diqqatni yig'amidi. Bir joyda qarsam mashinani shap to'xtatib kulishni elib o'tdi mashinadan. Tushib kelib o'tirmasini. Tusha mashinada. Degandan keyin Xitoy mashinani tushamadi, jim o'tirib qoldi. Shuni biz mana ayisha olmaydi. Ya'ni e'lon to'xtatining bu jasorati nimadan paydo bo'lgan emas. Amalsizlikdan, ümidsizlikdan emas, oshundoq bir ruh bor. O'lim desa, u o'limni kutib o'tiradigan emas, oldiga chiqadigan. Mana o'ldim, mana men deb chiqadigan bir ruh bor. Bu ruh e'lon to'xtatining turma kirishiga sabab bo'lgan ruh shu. Amaliyotda Beijingda xotirjam yashayotgan Uyg'ur, yana kam degani biroz Uyg'ur bor. Men tunimay olan ismini da bilmayman hatta. Bizning hamiyati shu. Mayli Gollandiyada bo'lsin, mayli Amerikada bo'lsin, xotirjam yashayotgan Uyg'ur bor. Lekin uning ichida o'limni ko'z oldiga elib, haqni, adolatni qo'g'dab, o'zining xalqining erkinligi uchun maydonga chiqqan odam besanaqli. Meningcha bu shunga men e'lon to'xti iddiasi haqida mushtichilik to'xtalay. Qolganlarni endi davomli to'liqlab qo'yamiz. Men e'lon to'xti tutilgandan keyin birinchi qatim men haqida ma'lumot bergan taratqo e'lon to'xtining to'rbeti Uyg'ur biz. Men tutilib 9 kundan keyin e'lon to'xtining to'rbeti Abdulla tutildi degan ma'lumotni e'lon to'xtining to'rbeti e'lon qilgan. Undan keyin Erkin Osiyo e'lon qildi. Undan keyin nima qilindi? E'lon to'xti ma'lum men turmadan chiqsam allaqachon kesilib bo'lib ekan. 2014-9-oyda kesilib ketdi. Undan keyin biz bu yerga kelgandan keyin e'lon to'xti ma'lumot hech bo'lamadik. Qilgan ishimiz bir Anvarlar bilan bir torbat yasash bo'pti. Undan boshqa oyda bir parcha e'lon to'xti haqida maqola yozman degandim. Uni oyda bir parcha biz bo'lmay qoldik. Endi bir millatning da'vosi deymiz. Millat degan ko'rinmas bir hukm. Biz 3 million odam tutildi deymiz. 3 million odam degan son. Bunun içinde menimce adamın ismini, cismini dava qilgan deb e'lon to'xti. Chunki 3 million biz bilmaymiz. E'lon to'xti orqali nima deymiz? Biz mushundoq insonlarimiz bilan qadrlik, mushundoq insonlarning bunlarning hurmatiga erishimiz va qadrlashga erishimiz. E'lon to'xti na terrorchi emas yoki hech nima emas. Bir insonparvar, insonni so'ydigan, insoniyatni bag'ishlagan bir odam. Mush odamning hikoyasini desak, dunyo ta'sir qiladi. Mush odamning hikoyasini desak, dunyo bizniki qandoq millat ekanligimizni tushunadi. Amaliyot 3 millionni qaysini bilsan, hech qaysini bilmaymiz. Endi yana birsi, dunyo shu qadar rehimsizki, insonlarni nimaga asosan tuniydi, qilgan ishiga asosan. E'lon to'xtining qilgan ishini to'rt naqsiz taqil bo'ladi, hamma yerdan taqil bo'ladi. Menimcha Anvar Jakovning mush timini o'tirib qo'yib, izchil tirishayotganiga menba xijil, chunki men chiqish qilib bermay qoldim. Lekin menimcha biz agar shu zulmni bevosita deymiz desak, bevosita pokitlik deymiz desak, pokit mushu. Bir insonlik nuqtasini deymiz desak, inson mushu. Bir adolat nuqtasini deymiz desak, adolatli inson mushu. Shunga bu davoni texnik yaxshi qilishimizni va buning kuch qo'shishimizni orzu qilaman. Bizningki e'lon to'xti to'rbetimiz bor. Buning mening vaqtim chiqmay o'tadi. Agar qarindoshlardan men fidoyilik qilaman deydiganlar bo'lsa, jiqishmi yo'q, buningda faqat e'lon to'xtiga doir chiqqan inglizcha, boshqa tillarda xabarni vaqti-vaqtida qo'yib menish va e'lon to'xtiga doir maqolani masalan men yozolmay qolsam telefon qilib suylab turish, Abdulla Mamnush maqola yozmasi degan narsani, ham maqolalarim pat-pat ashunga qo'yib turish ishi bor. Agar xohlaydiganlar bo'lsa, mush e'lon to'xtatib biz rost gapni desam 200 yevrodan pul biza bilib davom etdik.
bekarlık emas. Bu inek, bu bir reyimsiz facia. Aylık 200 euro vermez dep 3 adamni topdik. 3 esi kendi gidip aldı. Men hayran kaldım mendeliqi. Bunun sırrı nima bu yerdeki narsa? Lekin menimcha agar bir insonlik da'vosi yoki bir ustoz shogird da'vosi yoki bir millat da'vosi qiladigan bo'lsak, konkret ishlar oldimizda qumdek turibdi. Shularga hamkorlashishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Alhamdulillah muallimga nəhayət rəhmət, nəhayət obdan qildi. İlham muallimniki ideyasidan birinchidan o'zining ustozlari, ikkinchidan o'zining bir iqtisod fanlari o'qigan, logikalik tafakkur qilgan odam ekanligi. Uchinchisidan bo'lsa o'zining Xitoy demokratlar bilan bo'lgan aloqasini Liu Xiaobo va boshqa Xitoy demokratlarning aloqasi bilan yaxshi bo'lganligi. Sababki chiqibdi. Bu gapni qaysam o'xshash chiqadi, bu maktabning boshqa ayol kelsak, Liu Xiaobo bilan Sabdash ham birlikda namoyish qilgan ayni vaqtda Tiananmen 4-yil voqeasi qirg'inchilikda ham oldin qatorda turib shu o'quvchilar harakatiga Xitoyniki butun demokratlashishimiz uchun cho'ng bir to'p qo'shgan odamlardan o'rkash davlatmi ham asli kelmoqchi bo'lgan, ammo kelishga fursat bo'lmay qoldi. Uning sababini ham Anvar Jankam o'zim deb o'tdi. Shuningdek o'zimni bir buni xijilchilik bildirib ovoz yo'llab ekan. Men shu avval bir ovozni qo'ysam, hamda bir tarjima qilib qolsak, hamda oxir qilsak